Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Mana bugun sizlar uchun Xudo xolasa Surxondaryo viloyati Boysun tumani Munchoq mahallasidan necha bosh qo'yni qo'yamiz? 80 bosh sovliq qo'ylar sotiladi. Bular ichida 2 tish, 4 tish, tug'magan 2 tish tusoqlar ham bor. Bu yil endi tish yorgan 2 tishga tusoqqa chiqqan qo'ylar ham bor. Bular Xudo xolasa chiroyli qilib chiroyli obzorni qilamiz. 60 dona qo'zisi bor, bulardan ajratilgan 60 dona qo'zisi ham bor ekan. Xudo xolasa ularni ham syomka qilib obzorni qilamiz. Bir qo'radan olib qo'y qilaman degan akalarimiz uchun Xudo xolasa manfaatli joydan. Aka, bu qo'ylarni necha puldan aytamiz endi narxini? Inshaalloh, Xudo xolasa. Endi ularning bahosini 6,5 million deyapsiz. Endi so'rayveramiz Xudo xolasa inshaalloh. Qayerga o'tib 6 million 500 deyapsiz. Endi sal kelishtiramiz. Bizning obunachilarga necha pul endi aka bu? Endi Xudo xolasa aloqa chiqsa, olarman bo'lsa qo'y qilaman deganlarga kelishtirib beramiz inshaalloh. Xudo xolasa qo'y qilaman bir joyga degan akalarimizga yoki 20 ta, 30 ta, 10 ta olamiz deganlarga narx kelishaveradi. Xudo xolasa bizning kanalda nomidan chiqsalaringiz. 6 dona egizcha, 6 dona egiz qo'z olganmiz, qo'rida turibdi. 60 ta qo'zisi bor bularda. Tak. Xudo xolasa 50% o'zi tiliydigandan. Qish mavsumiga borganmiz, 50% tilab bo'lgan bularni Xudo xolasa. 2 tish, 4 tish kumagan bu yil Xudo xolasa birinchi qoringa, ikkinchi qoringa. Eng qizig'i qo'zlar vaqtni ajratib, noyabrga, dekabrga qo'z olamiz degan maqsadda qo'zlarni ajratib, yarim qo'chqor ketgan. Qo'chqorga qo'yilayotgan joydan Xudo xolasa. Qo'chqorga ham ketib boshlagan mana qo'ylar. Xudo xolasa bu Xudo xolasa sifatlarini ko'rsatamiz. Rossiyadan olingan 8 milliondan ham 7 milliondan ham olingan qo'ylar bor ichida Xudo xolasa. Qo'zil qo'y paytda olingan bular, Tijoratimizga pul zarur bo'lgani uchun Xudo xolasa mana 7 milliondan 8 milliongacha olingan qo'ylar bor-da, mana shunaqa velikan, original qo'ylar bor. Ko'p bundan. 50% o'zi tulaydi Xudo xolasa. 1 oy yeb ichishiga garantiya Xudo xolasa. Yarmi qo'chqor ketgan, endi Xudo xolasa bu yog'i ketaveradi mana. Yana bir narsa aytib o'taylik, 6 dona tish buzgani bor. 6 dona tish urgani bor. Endi undan ham 2 ta, 3 ta qo'z olsa bo'ladi. 6 dona qarrog'i bor, to'g'rimi? 6 dona qarrog'i bor. Undan ham 2 ta, 3 ta qo'z olsa bo'ladi Xudo xolasa. Mana shular tusoq. Tusoqqa tug'magan, Tug'magan. Buni ichida tug'maganlar ko'p mana. Tusoqlari bor. Mana shular qarang, o'zi tulagan. 100% o'zi tulab ketgan mana. Bu ko'rinib turibdi. Sifat. Mana shular hammasi o'zi tulagan. Sarasiydan bor, pul qilaman degan. Buni akamiz o'tgan yil olgan edilar. Mana o'zimiz yordam qilganmiz olishga ham. Xudo xolasa tijoratlariga pul zarur bo'layotgan ekan, lukka bir joyga sotishga to'g'ri kelyapti. Xudo xolasa olgan odam baraka topadi. 90 plus qo'ylar bor, 90-95 pluslari ham bor. Bo'ylari 90 plus minus katta qo'ylar ham bor. Sifatiga endi baho beraverasiz o'zlaringiz. Bir joyda 40 ta Sarasiyadan olingan qo'ylar mana shular. Tusoqlar bitta nos olgan 60 ta qo'zisi bor hozir. U qo'zilarni ham Xudo xolasa syomka qilamiz. Endi oladigan akalarimiz bo'lsa, telefonlashib, rakasilarni tashab beradilar, telefon nomerlarini qo'yamiz. Kelib ko'rib, molda olaverasizlar, Xudo xolasa. Narxida xayriga o'tadigan joylari bor. 6 million 500 ming narx aytilyapti. Kelishtirib beriladi. Inshaalloh Xudo xolasa. Kelaveradi. Aka, necha pullarga bitadi endi? Astoydil endi. O'shanbo sizda obunachilaringizga Xudo xolasa, Boysun chorvadan kelsa, Xudo xolasa, Boysun marakadan. Endi astoydil xayr ichiga, yo'l kira, boshqa qashqa qilaman deb haligi qilmaydi. Bu qo'ylarni ko'ryapmiz. Sarasiyoliklar o'zimiz masalan, Sarasiyona kelgan qo'ylar o'zi bular. 6,5 million, 7 million, 8 millionga sotib turgan. Chunki o'zini 7 million olgan qo'ylarimiz ham bor buning ichida. Bir joyga bo'lsa necha pulga bitadi endi hammasi? Xayr ichida dastavkasi yo'q. Xayri paytda qo'y qilaman degan odamda inshaalloh bir oy ichida tentak mazasi yo'g'iga unga gaplashaveramiz. U nomarcha sotdim qochdim degan joy yo'q. 6 million so'mdan xayr ichida hammasi. Xudo xolasa. Bir joyda bo'lsa. Bir joyda bo'lsa 6 dona tushirgani bor. Uni aybini aytamiz. Agar bunday 10 ta 20 ta oladiganlar bo'lsa, 6,5 million narx aytilyapti. U endi sifatiga qarab narxi kelishilaveradi keyin. Boshqacha narx aytiladi unga. Telefon nomeri necha nomer qo'yamiz? 70lik 469 66 66.
70lik 469 66 66. 66 66. Telefon raqamiga aloqaga chiqaverasizlar. Lokatsiyamiz Surxondaryo viloyati Boysun tumani Munchoq mahallasi. Mana qo'ylardan. Mana qo'yga baho beramiz. 90% mana shundayda. Endi qo'yni ko'rib bahosini o'zlaringiz beraverasizlar, hurmatli kuzatuvchilar. Qo'yda baraka bor, qo'y qilish kerak og'aynilar. Faqat buni sabr qilib mehnat qilgan odam kam bo'lmaydi. O'tgan yili olgan bo'lsak, mana 60 ta qo'y, xudo xolasa 60 ta qo'y turibdi. Qo'ydamizda endi bu xudo xolasa 1 yillik bor. 3 million hisoblaysiz ham 150 million so'm. Shunday. Endi tijoratimizga, endi poytaxtga tijoratimizga pul zarurligi uchun inshaalloh xudo xolasa bundan ham ko'proq qo'y qilamiz, Alloh nasib qilsa. Inshaalloh. Barakasini bersin. 6 ta egiz borda ichida inshaalloh xudo. Shu yerda endi 6 ta tug'an sizga kelib, to'g'rimi? 6 ta egiz. Yosh qo'ylar. Like bosib obuna qo'yamiz akalar. Mana shunday manfaatli videolarni xudo xolasa chiqarib boraveramiz.